ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئىدېئولوگىيە جەھەتتە رىقابەتلىشىۋاتامدۇ؟ ئامېرىكا ئىستىراتېگىيە ۋە خەلقئارالىق تەتقىقات مەركىزى 2019 يىلى 10 ayning 21 كۈنى ئۇيۇشتۇرغان ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئىدېئولوگىيە جەھەتتە رىقابەتلىشىۋاتامدۇ degan temadagi muhokamadan tanlab tarjima qilindi. Kornell universitetining dotsenti Jessica Chenveys aldı bilan bu yer kelgan hammalarga tashakkur aytaman. Biz bugun butun kuchimiz bilan oydinlashtirishga tirishayotgan masalalarning biri shuki, Amerika Xitoy orasidagi raqobatda ideologiyaning salmiqi zodi qanchalik? Shundaqla ideologiya Amerika Xitoy raqobatidagi qo'zg'atqich omilmi? Bu yil yozda men dunyo siyosatining kelajagi va Xitoyning zo'rayotgan ta'sir kuchi haqida diktatorlik uchun bexatar dunyomi degan mavzuda bir maqola yozdim. Nurg'un kishilar Xitoyning davlat ichidagi diktatorligi va chet eldagi zo'rayotgan ta'sir kuchini nazarda tutgan holda Xitoy Amerika uchun hayot-mamotlik tahdidga aylandi degan xulosaga kelgan bo'lsa-mu, men mazkur maqolamda bu xil yakunni Beyjingdan kelayotgan xirisni xato tushunib olganlik deb qaraydiganligimni yozgan edim. Chunki hozir Xitoy mavzudun davridagidek o'zining inqilob nazariyasini yoki burmalangan demokratiya andisini eksport qilishning o'rniga diktatorlik bilan demokratiyaning tang mavjud bo'lib turishiga hammadan avval Xitoy kompartiyasining Xitoyning hokimiyat tizginini mahkam tutib turishiga imkoniyat yaratib beradigan dunyoviy tartib barpo qilishga kuchayotidi. Albatta, Xitoyning Amerika yetakchiligidagi xalqaro tuzilmasining o'rniga dasitishga bo'ladigan loyihalarni o'ttirg'a qo'yganligi shaksiz. Xitoy yana insoniyatga o'rtaq bo'lgan qimmat qarashlarga qarshi chiqdi va boshqa istibdod hokimiyatlarning mavjud bo'lib turishini, gullanishini texmi zo'r imkoniyatlarga ega qildi. Yaqinqi ma'lumotlardan Xitoyning qarshi fikrdagilarni bostirish doirasining chet ellargacha kengayotganligi, shundaqla buning fikr erkinligi va liberal qimmat qarashga to'limi pasib ta'sirlarni ko'rsatayotganligi ma'lum. Lekin bu realliklar Xitoyning demokratiyaga buzg'unchilik qilish strategiyasi borligini ko'rsatishdan bakrak Xitoy kompartiyasining davlat ichidagi hukmronlik o'rniga va xalqarodagi moddiy manfaatiga kafolatlik qilish istikidan manbalangan. Yuqorqilarning hammasi biz duch kelayotgan real xuruslardan bo'lsa-mu, lekin mening nazarimda bu yangi so'g'uq munosabatlar urushi emas. Buningdan sirt meningcha Xitoy bilan bo'lgan raqobatimizni ideologiya ramkasi ichida cheklab qo'yish Xitoyning navbatdagi xalqaro ta'sir kuchining haqiqiy manbasini, ya'ni Xitoyning iqtisodiy kuchi va zo'rayotgan fan texnik kuchini nazardan saqit qilishimizga sabab bo'ladi. Xitoyning kuzatish, nazorat qilish va tekshirish texnikalarini eksport qilishi boshqa diktator davlatlarning va diktatorlashish mumkin bo'lgan davlatlarning Xitoyni ulgi qilib o'z xalqini nazorat qilishini osonlashtirdi. Lekin bu yanala Xitoyning bu davlatlarni o'ziga o'xshash qilib qurib chiqish urinishi emas. Amerika bilan Xitoy orasidagi raqobatda ideologiya tarkibi borligi aniq.
Lekin mening nazarimda bu xil ideologiya ko'rishining salmiqi yangi so'g'uq munosabatlar urushi deyishga yetmaydi. Xitoy va uning dunyoni Xitoy Kompartiyasining mavjudligiga moslashtirish urinishining erkin, demokratik qimmat qarashlarga tahdid shakllantirishi qasdallik bo'lmasimi, lekin Xitoyning o'zini qo'g'dash, mudofaa xarakteridagi tirishchanliklari yanala mushu xil natijaga sabab bo'ldi. Shu vajidan biz birlikda kengashib, qaysi xil ishlarning Xitoy Kompartiyasining hukmronligini saqlab qolish uchun qilingan, biz Amerika yo'l qo'ya oladigan ishlar ekanligini, qaysi xil ishlarning boshqa davlatlarning ichki ijtimoiy ishlarga aralashganlik hisoblanadigan, qabul qilg'ili bo'lmaydigan ishlar ekanligini belgilab olishimiz kerak. Yer sharidagi demokratiyaning chekinish yuzlanishini men ko'rib turibman. Lekin meningcha tanqidchilar Beijingning bu xil yuzlanishining shakllanishida o'ynagan rolini ko'p turibdi. Xitoy Kompartiyasi albatta demokratik tuzumdagi funksiya qalaymaqonchiliklarga doir dalil isbotlarni ko'rishga bak xushtar. Ammo bu demokratiyaga buzg'unchilik qilganlikdan yoki diktatorlikni eksport qilganlikdan derak bermaydi. Xulosa, mening nazarimda Xitoy Kompartiyasi erkinlik o'lchamlariga va demokratiyaga qarshi o'zini qo'g'dash tipidagi ideologiyalik kurashlarni qilyotdi. Buni dunyo miqyosidagi diktatorlikni umumlashtirishni maqsad qilgan hujum xarakterlik ideologiya ko'rishi deyishga bo'lmaydi. Davlatlik istixborot universiteti Xitoy tadqiqot fakultetidan Dan Tobin: Meningcha, biz hozir Xitoy Kompartiyasi bilan xalqaro sistemalik raqobat ichida turibmiz. Bu ko'p qirliq raqobat bo'lsa-mu, lekin mencha boshlanishidala bu raqobatni ideologiyalik tirkishish deb tushunish va doktor Weissning ideologiya Amerika Xitoy orasidagi raqobatning qo'zg'atqich omilimi degan savolga bergan javobidagi bir ojiz nuqtani oddiylik qilib ko'rsatib berish intayin zarur. Mən nurg'un kishilarning aytqanidek Xitoyning yuksalayotgan bir kuch ekanligi, bu xil raqobatning sababchisi deb qaramayman. Mencha bu ikki sistema, demokratiya bilan diktatorlik orasidagi ideologiyalik tirkishish, Amerika Xitoy raqobatidagi qo'zg'atqich omil, shundaqla oramizdagi o'zaro ishonmaslikning manbasidir. Hindistonmi ilgari yuksalayotgan kuch edi. Ammo Amerika bilan Hindiston orasida buncha zo'r ideologiyalik farq bo'lmag'achqa, bu xil tirkishish vaziyati ko'rilmagan edi. Uningdan keyin men ideologiyaga, bo'libmi Xitoy Kompartiyasining Leninizm ideologiyasiga qanday diqqat qilish to'g'risida 3 nuqtani o'ttirg'a qo'yman. Bunda qilish Amerika Xitoy raqobatining mohiyatini tushunishda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Aldi bilan men Xitoy Kompartiyasining Leninizm bilan millatchilikni birlashtirib, shu orqali o'zining dunyoviy g'arzini ishga oshirishga urinayotganligi haqida to'xtalaman. Ikkinchidan men Xitoy Kompartiyasining Leninizmcha siyosat qarshining alomatlari va Xitoyning o'z qasdini ishga oshirib, dunyodagi hukmron kuchga aylana olmaydiganligi haqida to'xtalaman. Uchinchidan men savol-javob bosqichida Xitoy Kompartiyasining o'y xiyollarini to'g'ri bilish uchun Xitoy tadqiqotiga aloqador kun tartiblarimizni o'zgartirish kerakligi haqida to'xtalaman. Hammadan avval biz shu narsani oydinlashtirishimiz kerakki,
Biz Xitay bilan noqul holda diktatorlik bilan demokratiya orasidagi keng ma'nodagi raqobatning ichida emas. Balki Xitay Kompartiyasining ideologiyasi bilan bo'lgan konkret raqobatning ichida turibmiz. Xitay Kompartiyasining mazkur ideologiyasi 1980-yillardan boshlab Xitoycha alaydilikka ega sotsializm deb ataldi. Bu yerda shu narsani tushunib olish favqulodda zarurki, bu ya'ni atalmish Xitoycha alaydilikka ega sotsializm Leninizmning bir turidir. Xitay Kompartiyasi Mavzudun davridan boshlabla demokratiya va kapitalizm Xitoyni qutqizishga ojizlik qiladi. Leninizmni qiblanoma qilgan kuchlik bir davlat qurib chiqishla Xitoyning chiqish yo'lidir degan qarashda ching turib keldi. Xitoylar yana faqat Kompartiyaning rahbarligila 1949-yili Xitoyning egilik huquqini asliga keltirishga imkoniyat ato qila olgan. Sotsializmla Xitoyni qutqiza oladi. Sotsializmla Xitoyni taraqqiy qildira oladi degan qarashni bozorga selib kelyotdi. Hatto Mavzudunning sotsializmning afzalligini jahon ahliga ko'rsatib qo'yish uchun yurgizgan iqtisodiy siyosatlari mag'lub bo'lgan ashu zulmatlik mazgillardimi? Xitoy Kompartiyasining rahbarlari bu maydonda tavranmay ching turgan. Xitoy Kompartiyasidagi islohotchilar sotsializmdan, kommunizmdan boshqa bir sistemaga o'tish to'g'risida hargiz ig'iz echib qolmaydi. Ular faqat o'zlarining Leninizmcha sotsialistik tuzilmasini mukammallashtirishning gapini qiladi. Әмділікті Ши Цзиньпиннің рәхбәрлігідегі Xitay Kompartiyasi Xitayның dünyadagi ikkinchi nomorliq davlatlik o'rniga yükselganligi sotsializmning to'g'riliqini xalqaroga isbotladi. Shundaqla Xitoy sotsializm orqali G'arbning zamonaviylashish va taraqqiy qilish andisining o'rnini basalaydigan yangi andisni bayqaganligi uchun dunyo sahnasida o'ziga tushliq rahbarlik o'rniga erishishi lozim demakda. Bu shuni ko'rsatadiki, Xitoy Kompartiyasining qasdi dunyoni diktatorlikqa texmi mos keladigan qilishli emas. yoki boshqacha qilib aytganda, o'zining siyosiy tuzilmasi tahdidga va tanqidga uchirmaydigan dunyo barpo qilish uchun o'zini qo'g'dashla emas. Aksicha, Beijingning nishoni o'z tuzilmasi, ya'ni sotsializmning utuqlariga tayinib turib, dunyoviy rahbarga aylanishdir. Xitoylar deb kelayotgan millatning qaytadan qad ko'tarishi ko'p qutupluq dunyoda o'zining bir qutupluq o'rnini saqlab qilish deganlik emas, balki bu Beijingni markaz qilgan yangi dunyo tartibi o'rnatish deganlikdir. Bu Ши Цзиньпинning so'zlaridan va Leninizmning Xitoy Kompartiyasining tarixida o'ynagan rolidan ochiq bilinishib turadi. Növbətdə Şi Цзиньпинning nutqidagi aloqador bo'laklar va shuningga yondashib kelgan Xitoy tashviqotlari kishilarning diqqatini tortishga boshlagandan keyin Şi Цзиньpinning oshkora so'rinda Xitoyning hokimiyat boshqarish andisini chet ellarga eksport qilish g'arzi yo'qligini bildirishi doktor Weissni o'z ichiga olgan ba'zi tadqiqotchilarni ishontirdi. Ammo Beijingning bu xil inkori tuvandagidek ikki tarafdan ishonchsiz. Biri, Şi Цзиньpin bu so'zni dunyodagi siyosiy partiyalar yig'ilgan Xitoyning davlat ichi va xalqaroliq hokimiyat yurgizish andisini ilgari surish uchun echilgan yig'inda qilgan.
Yana bir tarafdan Xitayning sotsializmni asos qilgan holda insoniyatga va insoniyat taraqqiyotiga texnik ko'p töhfa qo'shishdan iborat g'oyasini izchil ta'kidlab kelganligi Xitayning o'z andisini eksport qilish g'arzi borligining mantiqliq dalilidir. Shu vajidan Shi Jinpingning bu asrning o'tirlariga borganda Xitoyni universal davlat kuchi va xalqaroliq ta'sir kuchi nuqtasidan dunyo rahbariga aylantirish haqida to'xtalishi o'z navbatida Xitoy kompartiyasining Leninizmcha hokimiyat sistemasining obro'yi va ta'sir kuchini oshirish urinishidir. Albatta, bu adil ish oshirish uchun bekitilgan nishon emas. Xitoylar bu nishonni necha 10 yilda ishga oshirishni planlamoqda. Buningdan sirt, bu ya'ni Xitoyning mushundaq nishoni borligi uning Mavzudun davridagidek zo'rliq kuch bilan qilinadigan inqilobni eksport qiladiganligidan yoki g'arbdagi hukumatlarni og'dirishga urinadiganligidan derak bermaydi. Ammo bu Xitoyning nuqul o'z mavjudligini saqlab qolishi uchunla Amerika bilan raqobatlashmayotganligidan derak berdi. Bu yerda men to'xtalmoqchi bo'lgan ikkinchi nuqta o'ttirg'i chiqadi. Agar biz bu yerda Xitoyning xalqaroliq g'oyasi, ya'ni dunyoga xo'j bo'lish g'oyasiga aloqador bishoratlarni anqiramoqchi bo'lsak, oldi bilan Leninizm ideologiyasining bizning qimmat qarashlarimizga qaysi darajada zid ekanligini tushunishimiz kerak. Xitoy kompartiyasining xalqaroliq tartibni qaytadan o'rnatish va uning tizginini o'z qo'lida tutish g'arzi borligi shaksiz. Shi Jinping xalqaroliq tartibga aloqador uzoq so'zilgan kurash va yangi dunyo tartibida tashabbuskorlikni qo'lga kirgizish fursati shundaqla tor, olam bo'shlig'i, qutb rayoni, cho'nqur okean qatorliq gullanayotgan sohalarda yangi qoida tartib o'rnatish deganlarni tilga oldi. Xitoy Shi Jinpingning o'tirg'i qo'ygan insoniyat o'rtaq ham bahrilanadigan kelajak loyihasi G'arbni markaz qilgan navbatdagi andiziga qaraganda dunyoga texmi bak tinchlik, taraqqiyot, egilik huquqi va bexatarlik elib keladi da'vatidir. Yuqoriqiga o'xshash siyosiy va ijtimoiy tuzilmani erkinlik va demokratiya orqali emas, iqtisodiy ish orqali o'lchaydigan ishni 1920-yillari Lenin ijod qilgan. Ya'ni xulosalaganda Xitoy mushu xil shaklda g'arb ideologiyasini cho'kirib, o'zninkini bozorga selyotdi. Toshi Yashihara İstirategiya va xamchot mo'ljarlash markazining yuqori darajalik tadqiqotchisi. Amerika Xitoy raqobatining ideologiyalik tarkibi haqidagi ba'zi o'y fikrlarimni bu yerda o'tirg'i qo'yish fursatiga erishganligimdan xushalman. Men oldi bilan bugun muhokama qilinayotgan savolga javob berib bo'lib, ondan so'zimni davomlashtiray. Darvaqa, Amerika bilan Xitoy orasidagi umumyuzlik raqobatning ichida ideologiyalik tirkishish mavjud. Xitoy kompartiyasi tar ma'nida Amerikadan keng ma'nida butun g'arbdan o'ziga ideologiyalik tahdid kelyotidi deb qaraydi. Mening tövəndə qılmaqçı bo'lgan so'zlarim asosan 2 yil avval boshlagan Xitoyning siyosiy urushiga munosabatlik tadqiqotimning natijalaridan elingan. Men bu tadqiqotni qilish jarayonida Xitoylarning oshkora uchur manbalari orqali ba'zi savollarimga javob topmoqchi bo'ldim. Shundaqla tasodifiy fursatda Xitoy Mərkəzi Birlik Sap bölümü tarafidan e'lon qilingan az sondagi oshkor materiallardan bir qanchasiga erishdim. Bu haqda bir ozdan keyin to'xtalaman.
meningcha yuqorida tilga ilingan bu materiallar bizni Xitoy Kompartiyasining dunyo qarshi va g'arbdan kelayotgan ideologiyalik tahdid tushunchasi haqida belgilik tonishga ega qiladi. Men mushu fursatdan foydalanib, mazkur organ, ya'ni Xitoy Mərkəzi Birlik Səp bölümünün materiallarini naql qilish orqali uning o'zining o'zi haqida so'zlatishni loyiq topdim. Bu mazmunlarni naql qilishdan ilgari biz Mərkəzi Birlik Səp bölümünün qandaq organ ekanligini bilishimiz zarur. Bu organ Xitoy Kompartiyasini davomliq hokimiyat beshida turish imkoniyatiga ega qilish uchun ta'sis qilingan. Texmi konkret qilib aytganda, mazkur organning vazifasi davlat ichki va sirtidagi partiyasiz kishilar bilan hamkorlashib, ularni partiya bilan bir safga akilishdir. Vatanimizning Sharq Turkistondagi vatanparvar diniy zot taktikasi dal shuning jumlasidan. Bugungi kunda, ya'ni Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon mazkur organning o'rni tuzilma jihatdan yuqori ko'tarilib, xizmat doirasi kengaytirildi. Shundaqla mazkur organ Birlik Səp xizmatining kompartiya kadrlariga bo'lgan muhimligini ta'kidlaydigan bir qator hujjatlarni e'lon qildi. Xitoy Kompartiyasining Xitoydagi sinfiy tuzum ahvoliga bo'lgan mo'lchiri, uning mazkur Birlik Səp bölümini qaytadan jonlantirishidagi halqiliq sabablardan biridir. Gerçi bu sinfiy tuzum anglamoqqa modadan qolgan ko'ni uqumda qilsimi, lekin bu Xitoyning davlat ichi vaziyatini mo'lcharlashidagi qurollarining biridir. Xitoyning iqtisodiy islohoti va dunyoga echivtilishi yangi ijtimoiy tabiqalarni vujudga chiqardi va yangi ijtimoiy kuchlarni barliqqa keltirib, davlatni va jamiyatni cho'nqur ansizlikka soldi. Jamiyatning bu xil qatlamlashish, sinflarga ayrilishi hokimiyat boshqarishga bo'lgan talabni texmi oshirdi. Xitoy Kompartiyasining nuqtasidan bu bargan siri ko'p xillashayotgan, tizginlash qiyin bo'lgan ijtimoiy tartibga qarta siyosiy kontrollikni kuchaytirish ehtiyojidan derak beradi. Masalan, ta'sir kuchi bor to'r arboblari ziyolilar sinfiga tava yangi ijtimoiy guruhga deb qaraldi. Ularning bilimi, harakatchanligi, ta'sir kuchi ularni kuchli bir to'pga aylantirgan edi. Xitoy Mərkəzi Birlik Səp bölümünün materialiga ko'ra, Xitoyda 4 million to'r arbobi bor bo'lib, buning ichida taxminan 50 ming nafar to'r fikri rahbari bor. Bu 5 ming odamning ichida yana 1 milliondan ortiq agash kuchisi bor to'r dangdorlardan 3 mingi bor. Ro'shanki, Xitoy Kompartiyasining nazarida bu cho'qim nazorat qilishga tegishli bir guruhdir. Lekin bu nazorat qilinganlarning hammasi emas. Xitoyda buningdan ko'p sinflar bor. Bu yerdagi diqqatni tortadigan bir nuqta, Birlik Səp bölümü e'lon qilgan bu hujjatlarda Xitoy Kompartiyasining ideologiya intizomini tartibga solishi kerakligi haqida ogohlantirishlar bor. Mazkur hujjatlarda Xitoy kadrlari Birlik Səp xizmatini ikkilamchi xizmat deb qaramaslik haqida ogohlantirilib, buning eng muhim xizmat ekanligi ta'kidlangan. Ular Sovet ittifoqini ibrat sifatida misolga ilib, Sovet ittifoqining parchalanishidagi eng asosli sababning mohiyatda ideologiyalik sabablar ekanligini, buningga partiya intizomining yetarsiz bo'lganligi, kishilarning, ya'ni partiya sotsializmga bo'lgan ishonchning yo'qolganligi ko'p sabab bo'lganligini, shu vajidan Xitoy Kompartiyasining buningdan cho'qim ibrat elishi kerakligini qayd qilgan. Naql oxirlashdi. Buni boshqacharoq qilib aytganda, agar
partiya öz ideologiyasını kişilərə qədəmmi-qədəm sığdırışdan aciz gəlsə, kişilər onunğa bolğan işençini yoxladı-da, partiya mı halakətə yüzlənir. Bunundan elindiğən savaq naiti eniq. Yani ideologiya cəhətdəki boşanlıq özüdən qanaatlanıb qelish partiyanın mövcudluğu üçün əcəllik nuqsandır. Növbətdə Xitayning nazarda dövlət işçi ideologiyasından bəkrək sirtdan, bo'libmi g'arbdan kelayotgan ideologiyalik tahdid ular duch kelayotgan asosliq xirisdir. Bu haqda Xitay mərkəzi birlik bölümü e'lon qilgan ma'lum bir hujjatda bugungi dunyoda ideologiya sohasidagi istutaksiz urush hamma yerni qopladi deyilgan. Naql oxirlashdi. Undaqda bu urush qandaq qilinyapti? Men bu haqda Xitay mərkəzi birlik bölümünün e'lon qilgan, ya'ni bir hujjatdan naql keltiray. Gerçi bu naql bir az uzun bo'lsa-mu, ammo bu Xitoyning sirtdan keladigan ideologiya tahdidi tushunchisini nihoyat ixcham ifodalab beralaydi. Bu hujjatda shundoq deyilgan. Amerika va boshqa g'arb ellari demokratiya, erkinlik va kishilik huquq bayrog'i ostida o'zlarining xalqaroliq istiratégiyalik manfaatini qondiryotdi. Ular ba'zi davlatlarga siyosiy jihatdan singib kirish salmoqini kuchaytirib, shu davlatlarning hokimiyati og'dirib tashlashga urinmoqda va shuning bilan bir vaqtda shu davlatlardagi g'arbning manfaatiga uyg'un yo'l tutadigan firqalarni yo'lamoqda. Xalqaroliq dushman kuchlar hech qachon bizni g'arblashtirish va parchalash g'arzidan voz kechib boqmadi. Ular davlatimizga singib kirishga va qalayimqanchilik tug'dirishga ko'p kuch sarf qildi. Ularning singib kirish metodi kun sari ko'p xillashib, singib kirish shakli borgan sari xufiyonlashdi. Ular Xitoy Kompartiyasining rahbarligini va sotsialistik sistemamizni og'dirib tashlash uchun behuda paloqlab, millatimizning siyosiy bexatarligiga, iqtisodiy bexatarligiga, kultur bexatarligiga va uchur bexatarligiga ig'ir darajada ta'sir yetkazib. Naql oxirlashdi. Xitoyning nazaridagi Amerikaning Xitoyga tutgan bu xil maydoni, Amerika-Xitoy orasidagi bu xil munosabat anglamoqqa Amerika puhralarga to'liq g'alati tuyulishi mumkin. Ammo reallik shundoq. Ya'ni Xitoy bu masalaga mushundoq qaraydi. Mərkəzi birlik bölümü Yevropadagi rang inqilobi, ya'ni 2000-yillarning boshlarida ilgari Sovet ittifoqiga tava bo'lgan ba'zi davlatlardagi va Balqan yerim oralidagi siyosiy harakatlarga qarata dunyo miqyosidagi taratqular tarafidan ishlatilgan atalg'u. Wikipediyadan va Arab bahorini g'arbning demokratiya sistemasini boshqalarga eksport qilish, zo'rlab tengishning baloyi opati deb qaraydi. Mərkəzi birlik bölümünün ma'lum bir tədqiqat dokladida ko'rsatilishicha, ular yana demokratiya chekinish yo'lida ketyapti, ta'siri tuvallayapti, amaliyotga tatbiqlanishda mag'lub bo'lyapti deb qaraydi. Ularning bir hujjatida g'arbda umumlashgan aplab-saplab kun o'tkazish g'arb siyosiy sistemasining yetarsizligini va cheklamalarni to'liq oshkorlab berdi deyilgan. Yana bir materialda Xitoydagi birlik mexanizmi tegi taktidan aytganda g'arb andisidan afzal. Shundaqla Xitoyning tarixiy taraqqiyotiga va amaliy sharoitiga texmi mos keladi deyilgan. Mərkəzi birlik bölümü, ya'ni g'arbda umumlashgan qimmat qarashlar va asosiy qonun orqali kapolatlantiriladigan demokratiya degandek g'arbning idealarini ideologiyalik bulg'ama deb qaraydi.
ular mushu xil ideologiyani qabul qilgan va tarqitayotgan kishilar yoki sinfni davlat vujudiga kirib olgan virus deb qaraydi. Masalan, ularning bir tadqiqotida keng ma'nodagi Xitoy, ya'ni Hong Kong, Makao va Tayvan xalqlari ashxil ideologiyalik bulg'imining bulg'ishiga uchirganlar deb ko'rsatilgan bo'lib, mazkur materiallarda Hong Kong, Makao, Tayvan va chet eldagi boshqa vatandoshlarimizning kapitalistik muhitda uzun mezgil yashashi ularni g'arb qimmat qarshining ta'siriga uchratdi deyilgan. Xitoy Kompartiyasining chet ellarda o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish urinishlariga mushu xil orqa ko'rinish ostida qarash kerak. Ular, ya'ni chet ellarda o'qiyotgan Xitoy o'quvchilar ana vataniga nisbatan hal qilg'uch bilim kapitaliga vakillik qilish bilan bir vaqtda g'arbning xatarlik ideyalarini Xitoyga ilib berishi mumkin bo'lganligi uchun Xitoyning nazarda jamiyatni bu xil o'y fikrlarning xatiridan saqlash zaruriyati bor. Buni ro'yobga chiqarishning bir usuli bu xil o'y fikrdagi kishilar chet elda turayotgan, texi Xitoyga qaytmagan vaqtda masalani hal qilishga harakat qilishdir. Mencha bu yaxshi hujum eng yaxshi mudofiadir degan mantiqqa uyg'un keladi. Xulosalaganda, mencha Xitoy Kompartiyasi dunyoga ideologiyalik nuqtai nazardan qaraydi. U g'arb bilan ideologiya jihatda tirkishyapman deb o'ylaydi. Tugidi. ئەنۋەر قاراقۇرۇم تەرجىمىسى. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژۇرنىلىنىڭ 3 سانىدىن ئېلىندى.